jigar, shu 3 oy pizzani bosib yuborasizmi deyman. 100% absolyutda hammasi halol pizzalar xudo xolasa. Как раз aprel pikniklar degan so'zim. Shunaqa pizzalarni olib, jigarlar bilan, yaqinlar bilan tabiat qo'ynida men dam oltirib o'tirishimcha hech narsa aytmasa kerak yo'q. Pizza akamizdan so'radim, aka narxini pul qo'yaylik desam 200 ming qilsa ketadi aka deydi. Haj aka, bosh qotirmen deb turib sizlar uchun 155 ming so'mga tushirdim. Va bu pizzalar olganingizdan keyin bonusiga bitta 1 litrli Fanta yoki 1 litrli kola qo'shib beriladi. Va ikkinchi setimizda 4 ta pizza bor. Xudo xolasa hammaga ma'qul keladigan. Uyga olib borsangiz ham hojat bilan hojonam ancha duosini olasiz bu pizzalar bilan. Bu pizzalarimizga bonus qilib, xudo xolasa 1,5 litrli Fanta qo'shganmiz yoki 1,5 litrli kola qo'shganmiz. Bu to'rovi pizzamiz ham narxi bo'sh ish keladi. Atiga 165 ming so'm. Shundan bosib olmasangiz, g'alati emasmi? Jigar,